O'tgan kunlar romanining ma'no mundarija doirasi nihoyatda keng. Unda xilma-xil taqdirlar, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, axloqiy, oilaviy, ishqiy muammolar qalamga olingan. Siz o'shami? Men o'sha. Asarning bosh qahramonlari Otabek va Yusufbek hojilar shu yurt istiqloli, farovonligi, osoyishtaligi yo'lida hayotini, jonini tikkan fidoyi kishilar qiyofasida tasvirlanadi. Ana sizga isboti kerak bo'lsa, Otabek. Tuhmat. Jallod! O'tgan kunlar bamisoli ulkan va tiniq ko'zgu. Unda o'zbek millatining mo'yon tarixiy sharoit vaziyatdagi turmushi, urf-odatlari, ruhiy ma'naviy dunyosi, bo'y basti qiyofasi keng ko'lamda aniq-ravshan gavdalantiriladi. Assalomu alaykum ota. Yo'qol ko'zimdan. Uyga sizga meni uyimdan o'rin yo'q. Iye. Bu nima harakat ota? O'zini bilmaslikka soladi-ya beor. Qizimni baxtiga zomin bo'lding. Yo'qol ko'z. Romandagi uchlik oshiq, ma'shuqa va ag'yor bir qarashda an'anaviy ishq dostonlarini ham eslatadi. Unda Otabek bilan Kumushning toza muhabbati, ishqiy kechinmalari, baxtu va baxtsizligi juda zo'r mahorat bilan tasvir etiladi. Ishq, muhabbat tuyg'usiga doir inja tafsilotlar kitobxonni hayajonga soladi. Qiling! Bas qiling! Qari turing bek. Yaxshiki hojini o'g'lisiz. Shukur qiling bek. Mana senga! Yo'qol ko'zimdan! Abdulla Qodiriy Otabek bilan Kumushning ishq tarixini yozar ekan, ayni damda o'lkaning tutqunlikka tushishining bosh sababi jaholat, qoloqlik va o'zaro ichki nizolardir degan fikrni g'oyat ustalik bilan asarning mazmun mohiyatiga singdiradi. Baxt va haqiqatga erishmoq umidlari zulmatli kunlar qa'rida ana shunday xazon bo'ldi. Abdulla Qodiriy romanida o'zbekning sokin, oilaviy hayot tarzini ham, kundosh kelinlar orasidagi o'zaro nizolar va ularning yechimini ham juda ishonarli, bag'oyat mahorat bilan tasvirlaydi. Hurmatli kitobxonlar, ushbu Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani Buloqboshi tuman axborot kutubxonamizda bor. Kelib bemalol o'qishingizni tavsiya qilamiz.